Assalomu alaykum, hurmatli YouTube qatnashchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bugun asosiy darsni boshlaymiz. Hurmatli shu kanalimiz a'zolari, ekranga yaqinroq kelib, bittadan like tugmasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab tursalaring xursand bo'laman. Mana bugundan boshlab asosiy asalarichilikka nihoyatda kerakli bo'lgan dars jarayonlarini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz asalari oilasini saqlash va parvarish qilish degan mavzuda suhbatlashamiz. Mana asalari oilalari asosan bahorgi mavsumdan boshlaydigan bo'lsak, bizni O'zbekiston mintaqasida bahor asosan janubiy, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo mintaqalarida nihoyatda erta boshlanadi. Bu joylarda asosan yanvarda boshlaridan, Surxondaryoda, Qashqadaryoda yanvarda 10-laridan, ya'ni shunga qarab vohani qolgan joylarida 10 kun, 15 kun farqi bilan yanvarda oxirrog'i mana shu holatda bizni vodiy mintaqalariga kelib, fevralda boshlaridan, fevralda ya'ni 10 shu mana hozirgi mana shu kunlardan ona asalarilar tuxum qo'yishni boshlab yuboradi. Shunda asalari oilalarini bevosita bahorgi ishlari boshlanib ketadi. Ya'ni buning uchun birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Oilani ona asalari tuxum qo'yayotganligi uchun yaxshiroq, tezroq rivojlanishligi va kengroq joyda qamrab, ko'proq joyga tuxum qo'yishligi uchun ona asalariga, shu oilalarga sharoit yaratib berishimiz kerak. Bunda asosan oilani birinchi navbatda qiladigan ishimiz issiq saqlash kerak bo'ladi. Issiq saqlab, shu onalarga sharoit yaratish kerak bo'ladi. Bunda birinchi o'rinda oilalarni kun isib turgan paytda arilar aktiv harakat qilib uchib turgan holatda oilalarni ko'rsak bo'ladi. Bunda tashqi temperatura o'sha soyada 10 gradusdan 13 gradusgacha bo'lgan temperaturada oilalarni bemalol ko'rib, shunaqangi reviziya holatdan o'tkazsa bo'ladi. Birinchi navbatda ona o'sha markazdagi romkalar ko'riladi. Shunda ona asalarini bor yo'qligi bilinadi. Ya'niki markazdan romkani ko'tarib ko'rganimizda nasl bor yo'qligi, ya'ni ona ari tuxum qo'ygan yo tuxum qo'ymaganligini ko'ramiz. Shunda demak tuxum qo'yayotgan bo'lsa, oila normal holatda va o'sha oilani o'tirishiga qarab turib romkalarni qisqartiriladi. Ortiqcha bo'sh romlar olib tashlanadi. Ortiqcha asalli romkalar ham olinadi, lekin gulchanli romkaga tegilmaydi. Gulchanli romkalar o'ziga kerak bo'ladi. Ularni qaytarib o'sha joyiga qo'yamiz. Arilar qoplab turgan oilalar holatida qisqartiriladi. Ya'ni kim misol 6 ta 7 ta romka turgan bo'lsa, shundan 4 ta yoki 5 tasida ari o'tirgan bo'lsa, 4 ta romkaga siqilgan holatda, qalin o'tirilgan holatda arilar qisqartiriladi. Yoki misol 7 ta 8 ta romkada o'tirgan bo'lsa, 6 ta romkaga tushirib, shunaqangi qisqartiruv ishlarini olib boriladi. Shunaqangi qisqartiruv ishlarini olib borganimizdan so'ng ortiqcha romlarni olib tashlaymiz va o'tgan yili tozalab, tayyorlab qo'yilgan yashiklarni, ya'ni bunda oldindan o'sha yashiklarni ichini maxsus payanli lampalar bilan kuydiriladi. Kuydirilgandan so'ng ishqorli, kunli suvda ishqalab, yuvib, tozalab, obto'ga qo'yib yashiklar quritiladi va keyingi yilga o'sha arilarni bahorda o'tkazish uchun tayyorlab qo'yiladi. Shunaqangi qilib tayyorlab, oldindan tayyorlab qo'ygan yashiklarimizga mana shu bahorgi kunlarda arilarni ko'chirib o'tkazsak, nihoyatda katta bir kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Nihoyatda arilarni rivojlanishiga bir juda katta shunaqangi omillardan biri bo'ladi. Rivojlanish nihoyatda tez ham yaxshi bo'ladi va o'sha yangi yoki o'sha tozalangan yashiklarga ko'chirib o'tkazganimizda ari oilalarni siqib o'rtaga olingan holatda ikki chetidan mana bunaqangi plastik, ya'ni penoplast materiallardan ikki tomoniga devor qilingan holatda o'rtaga olinadi. Shu
ari oilalarda qisqartirib tepasini folga bilan o'raladi. Mana bunaqangi folgali materiallar bilan o'raladi va kirish chiqish teshiklari biroz kengaytiriladi. Gulchang suv toshib olib kelayotgan arilar qiynalmasdan uyasiga kirishligi uchun oz miqdorda uyani sal kirish chiqish teshiklari kengaytirib, havoni kirish ventilятsion shunaqangi biroz teshiklari normaga keltirib qo'yiladi va mana shunaqangi issiq holatga keltiriladi. Arilar utepленный qilinadi. Ya'ni ruschasiga aytganda utepленный, o'zbekchasiga aytganda shunaqangi issiq holatiga olib kelishimiz kerak bo'ladi. Va keyingi o'sha navbatda o'sha mana yashiklarni o'sha yangi yashikka ko'chirib o'tkazib, o'sha olib yangi yoki o'sha oldindan tayyorlab qo'yilgan eski yashik bo'lsa ham kuydirib tozalangan yashiklarga ko'chirib o'tkazsak nihoyatda yaxshi bo'ladi. Rivojlanish ham yaxshi, nihoyatda zo'r bo'ladi. Mana shu eng katta omillardan biri bo'ladi. Endi bunda asosan oziqalarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Asalarilar o'tirgan ramkalarni oziqalari yetarlimi, yetarli emasmi? Agar oziqa ozaygan bo'lsa, ularga qo'shimcha asal va gulchang oziqalar berib borish kerak bo'ladi. Endi bunda shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, agar o'zlarida ramkalarda gulchang bo'ladigan bo'lsa, faqat asal berib tursak, o'sha o'zlarini gulchangini olib ishlatib bemalol shunaqangi rasplodni kengaytirish nimasiga muyassar bo'ladi. O'zlariga bemalol yetarli bo'ladi. Agarda gulchang ramkasi bo'lmaydigan bo'lsa, asal bilan gulchang aralashtirib berilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Agar asal bo'lmagan taqdirda invertlangan siropga gulchang qo'shib berilsa yaxshi bo'ladi. Bunda endi kechasiga temperaturalarni hisobga olishimiz kerak. Agar kechasiga temperaturalar -ga tushib ketib qoladigan bo'lsa, bunda iloji boricha gulchang bermay turgan ma'qul bo'ladi. Faqat shu invertlangan sirop yoki asal berib turish kerak bo'ladi. Kechasiga temperaturalar plyusovой holatda bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu gulchang qo'shib bersangiz ham bo'laveradi. Endi minusovой temperaturada gulchangni qo'shib beradigan bo'lsangiz, arilarda kulib holatiga qaytib o'tib qoladi kechasiga va bir xilga oilalarda agar kunduzgi ob-havoda havo aynishi, yana ham sovuq bo'lib ketish holatlari kuzatiladigan bo'lsa, gulchang berganingizdan keyin arilarni nojo'ya shunaqangi kasallikka chalinish oqibatlariga olib kelib qo'yishimiz mumkin bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha shu kechasigi temperaturalarni kuzatgan holatda agar yaxshi bo'ladigan temperatura bo'ladigan shunaqangi bahor oylari bo'lsa, bemalol gulchangni oziqa berib, gulchang o'rnini bosuvchi shunaqangi oziqalar bilan ta'minlab borishimiz kerak bo'ladi. Faqat o'sha birinchi gulchang keladigan paytgacha shunaqangi gulchangli asalli oziqa berib tursak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi tabiatdan gulchang kelishni boshlab qoladigan bo'lsa, mana Surxondaryo viloyatlarida nihoyatda bahor erta keladi. Ayniqsa o'sha erta yerdagi o'sha gullagan mayda o'tlardan gulchang kela boshlaydi. Shuning uchun u joylarda arilar aktiv harakat boshlanib qoladi. Bunda kechasiga temperatura agar plyusovой bo'lsa, bemalol qiyom berib ham arilarni rivojlantirish holatiga olib o'tsak bo'ladi. Iliq holatda shu har bitta oilaga 300-400 grammdan qiyom berib rivojlantirish nimasiga bosqichiga olib chiqsak bo'ladi. Bunda asosan o'sha oziq massasini nihoyatda hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ham kengaytirish jarayonlarini hisobga olingan holatda oldindan shunaqangi harakatlarni olib borish kerak bo'ladi. Endi yana ikkinchi qiladigan ishlardan biri, ya'ni ikkinchi ham emas, buni endi birinchi navbatga qo'yishimiz kerak edi o'zi aslida. Birinchi o'rinda o'sha asalarichiga jurnal tutish kerak bo'ladi. Asalarilar uchun o'sha jurnal tutilsa, yosh asalarichilar ayniqsa mana o'sha asalari oilalarini rivojlanish bosqichini, onari qachon qo'yilgan, qaysi chisloda qo'yilgan, qaysi oyda qo'yilgan, mana shularni yozib qo'yish kerak bo'ladi. Qaysi paytda sirop berishni boshladingiz, kuzda
qaysi paytda tugatdingiz, qaysi paytda qishga kirdi ari, qaysi paytda kanaga qarshi yo boshqa shunaqangi обработка profilaktika ishlari olib borildi. Mana shularni o'sha jurnalga yozib borish kerak bo'ladi va o'sha arilarda yashiyga qo'yilgan nomerlar bo'lishi kerak. 1, 2, 3 va hokazo shunaqangi nomerlar bilan belgilab qo'yish kerak bo'ladi. Maxsus bo'rttirilgan nomerlar bilan belgilansa, shu yashiylarni jurnalga yozib, o'shalarni ona arisini belgilab, zotini qanaqaligini, boshqasini qachon o'yilganligini hammasini yozib, rivojlanish bosqichlarini yozib borish kerak bo'ladi. Shunda adashmaysiz. Keyingi ko'riladigan ishlar hammasi o'z-o'zidan o'sha g'olibga tushib, bir me'yorda davom etishga sizga nihoyatda shu jurnal katta rol beradi. Ham asalarichiga eng asosan o'zini sog'lig'i uchun asalarilar bilan muomala qilayotgan paytda shaxsiy gigiyena qoidalariga nihoyatda rioya qilish kerak bo'ladi. Bunda oq xalat kiygan holatda, boshiga shu torsetga taqqan holatda, agar asalarilar bilan muomala qilish jarayonida qo'lini chaqsa, nihoyatda bir ozor yetkazadigan shunaqangi insonlar bo'ladigan bo'lsa, qo'liga perchatka kiyib ishlasa ham bo'ladi. Agar bemalol ishlayveraman deydigan insonlar bo'lsa, qo'lini shunday holatda ishlasa ham bo'laveradi. Lekin perchatka taqib ishlagan maqsadga muvofiq bo'ladi va asalarichini qo'lida обязательно bittadan stamiska, cho'tka, tagini tozalaydigan belkurecha va o'sha bittadan paqirda sodali suv olib yurish kerak bo'ladi. Bitta uyani ko'rib, yaxshilab ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchi uyaga o'tayotgan holatda iloji boricha instrumentlarni tozalab, bir qator chayqab, keyingi uyani ko'rishga o'tilsa, nihoyatda maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunaqangi gigiyena qoidalariga rioya qilib borish kerak bo'ladi. Mana shu asosiy parvarish qilishda nihoyatda hushyor bo'lish kerak. Shunaqangi gigiyena qoidalariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Endi bu asosan mana qishlab chiqqan oilani birinchi o'rinda ona arisini ko'ramiz ekan, keyin asal ozuqasini ko'ramiz, undan keyin romkalar sonini ko'ramiz, arilarni o'tirib romkani qoplab turgan holatini ko'ramiz va 4-o'rinda qisqartiramiz va 5-o'rinda issiq qilib o'rab, optimal shunaqangi sharoit yaratib beramiz. Ona asalarini iloji boricha o'sha ona asalariga iliq shunaqangi issiq holat yaratib beradigan bo'lsangiz, ona ari romkaga tuxumni kengaytiribroq, ko'proq qo'yishga harakat qiladi. Shunda ko'proq joyga qo'yganligi uchun siz bilan menga ko'proq nasl yetishtirib beradi. Oila ham ko'proq shunaqangi askarlar erta kunda nimaga chiqadi, rivojlanish bosqichiga chiqadi va qishlab chiqayotgan qari arilarni o'rnini tezda almashtirishga oila harakat qiladi. Ham rivojlanish tez bo'ladi. Endi shu sog'lom muhit, sog'lom rivojlanishni eng asosiy tamoyillaridan biri mana aytib o'tib ketdim. Yashillarni bahorda almashtirib, yangi yashikka ko'chirib o'tkazish nihoyatda sog'lom asalari boqish uchun optimal variantlardan biri hisoblanadi. Mana shu yashikni almashtirishlik bilan siz nihoyatda o'zingizni pasaykangizda 50% kasallikni oldini olgan bo'lasiz. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi bundan tashqari mana qishlab chiqqan arilarni mana bilamizki, bahorga chiqib nihoyatda bir zaiflashgan holatda bo'ladi. Chunki ular 5 oy, 6 oydan oshiq yashab chiqishi mumkin qishki oylarda, lekin yozgi oylarda nihoyatda asalari oilalarida jadal ish, hammasi asal toshish, nektar toshish va suv lichinka boqish, mana shunaqangi og'ir ishlar bilan shug'ullanganligi uchun asalarilar 35 kundan 45 kungacha yashaydi xolos. Lekin qishki oylarda bunaqangi ishlar bilan shug'ullanmaganligi uchun asalari oilalarida arilar 4 oy, 5 oy
bahorgi vaqtlarda 6-6,5 oygacha ham kun kechirishi mumkin. Bunda endi asalarilar lekin bahorgacha lekin baribir o'zidan tanasidan maxsus o'sha qishga kirib ketaturib to'plagan yog' va oqsil moddalarini o'zidan sarf qilib boradi va bahorda lichinkalarni boqishda, suv toshishda, tashqaridan gulchan olib kelib, toki yangi avlod yetishib o'rniga almashmagungacha eski arilar ishlab turishga majbur bo'ladi. Shunda nihoyatda zaiflashgan holat bo'ladi. Bularni tezroq almashtirishimiz uchun nima qilishimiz kerak ekan? Ertaroq harakat qilib, ertaroq shunaqangi ari oilalarini parvarishlab, ertaroq yangi avlod yetishtirib olib chiqishga, ko'proq yetishtirib olib chiqishga harakat qilishligimiz kerak bo'lar ekan. Shunga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Ari oilalarini bundan keyingi rivojlanish bosqichidagi ma'ruzalarni yana davom ettiramiz. Eng kulminatsion shunaqangi qiziqarli mavzular bundanda ko'proq bo'ladi. Mana shu kanalimni qo'llab-quvvatlab turinglar. Yangi kirganlar a'zo bo'linglar. A'zo bo'lmagan bo'lsalaring va shu a'zo bo'lgan insonlar bittadan like tugmasini bosib, kanalimizni ko'proq insonlarga yetib borishligiga o'z hissalaringni qo'shib turinglar. Iltimos sizlardan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bundanda qiziq mavzularni yoritib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.